Uyimizni haqiqatda puliga arziydigan bo'libdi. Qadrdonlar, 2,2 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan, binosi 380 kvadrat metr kattaligidagi yangi uyi bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Video davomida men narxini ham aytaman. Kelinglar, kiraverishdan boshlab hammasini ko'rsatamiz. Uyimizdagi kiraverish kattagina yopiq naves ostida darvozaxonamiz edi. Bu yoqda yozgi oshxona ham yasab olsanglar bo'ladi. Akamiz bitta rakvina qo'yib qo'ygan ekanlar va navesimizning bu yoq biqinida uyimizning eng asosiy isitish tizimlari, kotelnilar joylashtirilgan, plus hojatxona ham qilib ketilgan. Yashil hududimizda bo'lsa, uyimizning mana shu o'ng qismida juda ham chiroyli bir shinamgina barpo qilingan. 2 qavatli imorat, buni yerto'lasi ham yaxlit qilib, xonalarga ajratib, yashash uchun foydalanishga tayyor holatda qilingan. Endi ichkariga kiramiz. Ketdi. Binoga kirib kelishimizda kattagina, keng, oppoqqina hol bilan boshlanyapti. Dekorativning oynalar, ajoyib kartinalar qilingan. Mana oshxonaning eshigini qaranglar. Oppoq qilib yasab qo'yishibdi. Ayollarning orzusidagi bu oshxona. Kiramiz, ajoyib bir yorqin rangda mebellar bilan tayyor yasab qo'yilgan. Keyin bir ma'lumot, mana bu uyimizning pasporti, qurilish etapidagi hamma rasmlar mana shunaqa ko'rinishda chiqarib qo'yilgan. Nimadan qurilgan, 0 dan 100 gacha hammasini kelib ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu joyni lekin boplab qo'yishibdi. Xo'p, chap tarafdan zinalarni ko'ramiz. Boya aytganimdek, yerto'lamizni ikkita xonaga ajratib va katta hol ham qilib qo'yilgan. U yoqdan ham sizlar yashash maqsadida foydalansanglar bo'ladi. Endi o'ng tarafga o'tganimizda bu birinchi qavatimiz uchun umumiy yuvinish xonasi, hojatxonalari bo'lsa, buni yonginasida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zini ichida sanuzli va uyimizning orqa tarafida havo aylanishga ham joylar qoldirilgan. Va birinchi qavatimizdagi oxirgi mana bu mehmonxonani ko'rasizlar. Devorlarida polumativiy atachentelardan foydalanilgan. Mana bu televizor turadigan joyi orqa tarafi juda ham ajoyib dekorativ panellar bilan qoplangan. Biz bo'lsa ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatimizda 4 ta xona bor. Chap tarafda 2 ta, o'ng tarafda 2 ta. Mana shu o'ng tarafdan boshlaymiz. Bu birinchi xonamiz. Bu xonamizning o'zini balkoni bor. Uyimizning isitish tizimida radiatorlar, plus yana tepli pollardan foydalanilgan. Endi buni yonginasida navbatdagi ikkinchi qavatdagi ikkinchi xona. Buni endi bolalar uchun yotoqxona qilib bersak bo'ladi va buni yonginasida bo'lsa, umumiy yuvinish xonasini, hojatxonalarni ko'rasizlar. Bu tarafda ota-onalar uchun mo'ljallangan navbatdagi o'zini ichida sanuzli bilan birgalikda yotoqxonani ko'radigan bo'lsak, zinadan chiqqanda chap tarafda bu mana ikkinchi mehmonxonamiz bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda. Uyimizning manzili Sergeli Xonobod Beruniy mahalla bo'ladi. Narxini 198 ming so'rashyapti. Albatta kelishiladigan joylar bo'ladi. Pastda quruvchilar nomerini qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.